urg'ochilik xususiyati borligini bilib bo'lmaydi. Bunday gametalar izogametalar deb ataladi. Biroz harakat qilib yurgach, izogametalar juft-juft bo'lib bir-biriga qo'shiladi va qalin qobiq bilan o'ralib tinim holatiga o'tadi. Bu zigota deb ataladi. Zigota holatida suv-o't namning qochishiga, muzlashga va boshqa noqulay sharoitlarga bemalol chiday oladi. Bir qancha vaqt o'tgach, qulay sharoit vujudga kelishi bilan zigota suvda unadi va 4 ta yangi harakatchan Chlamydia monada hosil bo'ladi. Chlamydia monada turkumiga oid 500 tur suv-o't borligi aniqlangan. Ular asosan chuchuk suvli, ko'pincha ifloslangan va azotli birikmalarga boy suv havzalarida keng tarqalgan. Xlorella, oqsil, kraxmal, yog', darmon-dorilar va boshqa moddalarga boy bo'lganligi uchun har xil dorilar tarkibiga qo'shilmoqda. Qoramol, qo'y, echki va boshqa mollar ovqatiga xlorella o'stirilgan suv qo'shib berilsa, ular yaxshi semiradi. Jo'ja va tovuqlar ovqatiga xlorella pastasi qo'shilsa, ularning semirishi yaxshi bo'lib, tuxum qilishi ko'payadi. Xlorella suspenziyasini tut bargiga purkash natijasida pilla qurtlarining og'irligi va pillaning salmog'i oshganligi aniqlangan. Xlorelladan kosmik kemalar va suv osti kemalarida havoni tozalash uchun foydalanish mumkin. Hozirgi vaqtda xlorella maxsus mexanizatsiyalashtirilgan hovuzlarda ko'p miqdorda o'stiriladi. 1 gektar suv havzasi yuzasidan bir mavsumda xlorelladan 30-70 tonnagacha hosil olish mumkin. Xlorella va Chlamydia monadalar boshqa suv o'tlari bilan bir qatorda turli inshootlardan chiqadigan suvlarni tozalash va tindirish uchun o'stiriladi. Shunday qilib, bir hujayrali suv o'tlarining tanasi